Sehrli tilak kiryaptimi nimaga? Nimaga kirib olding yoqqa? Taqa chiqar uni. Quyonni chiqarib yuborib o'zi kiryaptimi? Mana bu. Qochdi. Bitta o'rdakni so'yib bosib bormoqchi edik. Bularga mehrimiz tushib qoldi. Netdan to'g'ri qanotni olib kelib bosib qo'ya qoldik-ki. Bu qiyoning kirmadimi? Buni ikkita tuxum turibdimi? Mana bu yerda tuxumlarimiz bor. Zo'r, holat zo'r. Mana to'g'imiz. To'g'imiz ham turibdi mana. Yana har kuni bittadan tuxum bor. Bog'chaga ketyapsan balkim bitta. Zo'r. Kecha qaysi birdir o'rdakni tug'mabdi shekilli. 10 ta bo'lishi kerak hisobimizda. 9 ta bo'lib qopti. Imronbek menga qaragin, uni quyoning somon toshib to'plab qo'yibdi. Ko'ryapsan, g'arram. Bu tug'y deganni bekat chiqarib yuborsan, nima chiqarib yubording? Endi hozir u ko'chaga tug'ib qo'ysa nima bo'ladi endi? Bolalarni qamab qo'ysang ochilib bo'ladi-ku. Quvma endi hozir bitta qarab turib ichiga kirish bilan bekitib qo'yasan. Ehtiyot hushyor bo'lib turgin. Mana bu qo'yib turing. Do'stlar, mana bu aqlli o'rdaklarimizni kelin chiqyapti. So'yib tozalab bersalaring 70 mingdan olamiz deb. Buyrakdagi go'sht markazi do'kon, go'sht sotadigan do'kon bor edi, magazin. Parranda go'shtlar ham qo'yishibdi menyusiga. Shunga bular jichcha kichkinalik qilyapti bizga. 15 kunda nima qilib beraman desam, yo'q, tezlatib bering, ertaga so'yib bering deyapti. Endi kichkina bular. Kimda aqlli o'rdak bo'lsa, olamiz. Kelishilgan holda kelishtirib, bizga ham bir so'm qiladigan qilib so'yib beramiz agar. Aqlli o'rdaklar bo'lsa, 102 ta bo'lsa ham olaveramiz. Telefon nomerimiz 90lik 507 80 23. Kimda aqlli so'ysa bo'ladigan o'rdaklar bo'lsa, aloqaga chiqinglar yoki Telegramdan yozinglar. Telegramdan yozsalaring borib ko'ramiz. Inshaalloh kelishib qolsak, olib kelib so'yib shu do'konimizni ham to'ldirib beramiz. Shunaqa qilib kelishib ishlaymiz. Indeskiy o'rdaklar bo'lsa ham olamiz, lekin indeskiy o'rdaklarda juda qimmat narx aytib ba'zilaring. Gaplashdik, juda baland aytib. Endi biz tirikchilikka olamiz, so'yamiz, so'yib beramiz. Chorlasini olib qolamiz boqqani, bunaqalardan ko'paytirgani, nasl olgani. Bunaqa xunuklardan so'yamiz. Bosh turgan, ikkita turibdi, yotgan turgan. Shunaqa so'yib beramiz. Ularni ham endi kelishib ishlasak, xudo xolasa yaxshi bo'laveradi. Bunaqa katta xo'rozlar bo'lsa ham olaveramiz.